Bu kabinetimdə bu dək oturmaydı. Kreslo benim dedi. 94-yilda iş boshlagan vaqtimda Kapqayev degan akademik ishini mijozlara qo'li bilan ushlar edi. Bu o'zine yaqin tortishdi hisoblanadi. Sababi ko'p odam buni terini oq dog'idan jirkanadi. Bu mutlaqo xato gap. Bu o'ta yuqumsiz kasallik. Bu modda almashishning buzilishidan kelib chiqqan kasallik. Farzandim 1,5 yil mobaynida oq dog' kasalligi bilan jabrlanib kelmoqda. Boshqa vrachlarga ham murojaat qilib ko'rdik, lekin foydasi bo'lmadi. Farhod shifo klinikasiga keldik. Mana navbatdagi lecheniyani olmoqda. Hozirda natijasi juda ham yaxshi. Bu avvalgi holatmi? Bu oldingi holat. Ishni turasan, solishtirish uchun. Mana hozirgi holat. Lecheniyasi natijasi zo'r. Ota-onalari mamnun. Men Farhod shifo klinikasi rahbari Farhodman. 31 yildan beri shu mutaxassislik bo'yicha ishlab kelayotirman. Yine hozir mijozlarimizdan eshitdingizlar, yine Shadiyarbekning natijasi yaxshi. Bizlarda soch to'kilish kasalliklari ham aziyat chekkanlar davolanib turibdi. Teri kasalliklari bu faqat tashqi muammo emas. Bu ichki a'zolarning muammolaridan kelib chiqadi. O'z navbatida biz ichki a'zolarni tekshirishlarni o'tkazamiz. İchki a'zolarni davolash choralari bilan birgalikda tashqi davolash choralarini o'tkazib natija